Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun 16 sotiklik uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Hamma holat zo'r. Mahalla yangi mahalla, mana ko'rishinglar mumkin. Hamma holat zo'r holatda. Betlar buzilish, qurilish, snos hech nimaga tushmagan. Bu yog'i kengchilik mana. Yaylov, bemalol chorva boqsa bo'ladi. 16 sotiklik uy-joy srochna sotiladi. Qo'yliqqa 20 km uzoqlikda. Turgan joyimiz Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Sada Arg'in mahalla fuqarolar yig'inida turamiz. Qo'yliqqa 20 km, Food Cityga 16 km uzoqlikda. Gaz ham bor, suv ham, svet, internet, hamma narsa bor. Sharoit zo'r. Kelib, maza qilib, ikkita oila yashasa bo'ladigan xonadon. Boshlang'ich narxi $72,000 so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Turgan joyimizdan 100 metrdan keyin maktab, bog'cha, masjid, hamma shart-sharoit bor. Ayron tepagacha turgan joyimizdan 3 km, Tashmoriya, Toshkent dengizigacha 5 km uzoqlikda turamiz. Xonadonimiz ichiga kiramiz, chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Hammaga omad, qani boshladik. Ko'ryapsizlar mana. Savbalada tungi chiroqlar bor mana. Wi-Fi, internet, hamma narsa kirgan. Xonadonimiz mana shu xonadon. Bu yoqda mana kotelnisi. Mana kotyonlari o'rnatilgan. Ko'ringlar. Xonadonda hozir hech kim yashamayapti. Kelib ko'rib tekshirib olishinglar mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana katta yo'ldan qaranglar mana. Qancha bir 150-200 metr uzoqdamiz mana. Toshkent Bekobod trassasi. Bu o'sha turbagacha mana. Agar o'tni qarang kattaligini zo'r holatda. Bu yoqda mana uy joylari. Ko'ringlar. Bu yoqda xonadoni, bu yoqda mana bitmagan xonadoni. Qo'ni qo'shnilar hamma tarafdan, bu tarafdan ham qo'ni qo'shni bor, hamda bu tarafdan ham qo'ni qo'shni bor. Ichimlik suvlari hammasi kirgan mana. Suvni ko'ringlar mana. Suvdan muammo yo'q, motorlarigacha o'rnatib qo'yilgan. Chegarani keling bu yoqdan ko'rsatib o'raylik. Bu yoqdan chegara mana masjidgacha. Mana bu tarafi qo'shnaniki. Nargi tarafi ko'ryapsizlar mana Makka jo'xorilar bosib tashalgan, tolla ekib tashalgan o'sha yergacha chegara. Bu yoqda hojatxona. Mana bu o'sha turbagachon, mana ko'rib turibsizlar. Yer maydon katta. Bu yoqdan endi xonadonni fasadni ko'rsatayim. $72,000 so'ralyapti. 16 sotiklik uy joy, tayyor, kirasiz, yashaysiz. Mana gazli sho'tchiklari mana o'rnatilgan, ko'ringlar. Gazli sho'tchiklar hammasi bor. Hammasini ko'rsatib, sekin o'tib ketaveramiz. Xonadonda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Mana tapchanlar, stullar. Xo'sh, bu tarafda mana bitta xona ko'rsatib o'ring. Bu yoqda bitta xona mana. Tepalarni hammasini ko'rsatavering. Bu tarafda yana xona mana ikkinchi xona. Tur. Bu yoqda uchinchi xona. Uchini ko'rsatmasdan tepadan olaverasiz mana. Uchinchi xona. Xonadon xom g'ishga qurilgan, ko'ryapsizlar. Fundamentlari mana balandligi. Balandligi mana masjidgacha. Tizzamdan kelib turibdi mana. Bu yog'i ham xuddi shunaqa mana. Tizzadan kelib turibdi. Plus podushkalarigacha qo'yilgan deb aytilyapti.
Endi xonadonni ichiga kiramiz, bu yoqdagi xonadonni. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganda bu yoqda bitta xona. Mana. Bu yoqda bitta xona, kuxonlik, gaz plita hammasi qo'yilgan. Xolodilnik, eshik romlar hammasi yog'ochdan. Bu tarafdagi xona mana O'rtachirchiq tumanida turibmiz. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Sada-Arg'in mahalla fuqarolar yig'inida. Orientir sizlarga Toshkent Bekobod trassasidan 200 metr ichkariga kirasizlar. Bu tarafda spalniy mana yotoqxona. Atapleniya tizimi mana hammasiniki paravoy. Ko'rsatib o'taylik, mana bu yoqdan paravoy o'tgan, hamda bu tarafdan ham paravoy o'tgan, mana paravoylar. Holati yaxshi xullas. Kelib ko'raverasizlar, mana shu xonadonimiz. Pastdagi raqamlar to'g'ridan-to'g'ri uy-joy xonadon egasiniki. Aloqaga chiqinglar. Bu yoqda mana 3 xona bitgan uyi, hamda bu tarafda 3 xona bitmagan uyi bor. 16 sotik mana maydon. Kadastri zo'r holatda, o'zlarining nomida, muammo yo'q. Gazdan, suvdan, svetdan qarzdorliklar yo'q. Soliqlar o'z vaqtida to'lab qo'yilgan ekan. Hujjatlari paket dokument notariusga tayyor deb aytishyapti xonadon egalari. 72 ming dollar yana kelishtirib o'tib berishadi. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin.